Isiriq tutatish qanchalik to'g'ri, foyda yoki zarar? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bular haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Bu joylarimiz sevgan isiriq 2-3 ming yillik tarixga ega bo'lib, Eron, Afg'oniston hamda Markaziy Osiyoda paydo bo'lgan. Uning asosiy foydasi boshidagi urug'larida. Urug'larining tarkibidagi alkoidlar tinchlantirish xususiyatiga ega. Isiriqni iste'mol qilishni maslahat bermayman, chunki hidini o'zini uzoq vaqt hidlaganda qon tomirlar kengayib, boshda kuchli og'riq paydo bo'lishi mumkin. Shuningdek, bu modda bakteriya va zamburug'larni yo'qotishi isbotlangan. Hasharotlar ko'p bo'lgan xonaga tutatilsa, ulardan tez va oson qutulishingiz mumkin. Lekin nega qadimda isiriqni tutatishgan ko'z tegmasin deb? Buning sababi qadimda bizning o'lkalarda tutun poklik ramzi sifatida bo'lgan va bunga ishonganlar. Shuning uchun ham ko'z tegmasin deb isiriq tutatishgan. Buni undan boshqa foydasi yo'q, lekin ichishni maslahat bermayman, chunki organizmingizga ziyon yetkazishingiz mumkin. Agarda bunga o'xshagan foydali ma'lumotlarga ega bo'lib, sog'lom ozishni xohlasangiz, hoziroq obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Ozish kursim haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz 21 sonni yozib qoldiring.